Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Atlan Fortuna kompaniyasining doimiy mijozlari, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan akalar. Bugun sizlarga o'rta hisobda oyiga 20 million yaxshi ishlaganda esa 4-5 ming dollar ham foyda keltiradigan, ishga tushirish qiyin bo'lmagan, katta investitsiya talab qilmaydigan, lekin shu bilan birgalikda yuqori daromadli biznes haqida gapirmoqchimiz. Hammamiz deyarli uyimizga mana bunaqa idishlarda 20 litrlik filtrlangan suv olamiz. Juda ham ommalashib borayotgan biznes. Hozir har bir xonadon, korxona, maktab, bog'cha, xullas hamma joyda toza ichimlik suviga talab bor. Xo'sh, demak, bu biznesni yo'lga qo'yish uchun nimalar kerak bo'ladi? Qancha xarajat qilish kerak? Foydalilik darajasi qancha? Ishga tushirish uchun qanaqangi etaplardan o'tish kerak? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh, 20 litrlik idishlarda qadoqlanadigan suv biznesi. Aslida bu o'zi 20 litrlik idish emas. Demak, xalqaro standartda 5 gallonlik idish deb yuritiladi. Litrda taxminan 18-9, deyarli 19 litr bo'ladi. Endi bizning xalq tilida 20 litr deyilganligi uchun 20 litr deb ketyapmiz. Xo'sh, demak, bizga bu biznesni yo'lga qo'yish uchun kerak bo'ladigan boshlang'ich investitsiya 6350 dollarni taxminan o'rtacha 6350 dollar tashkil qiladi. Nima kiradi shu 6350 dollar ichiga? Demak, 6350 dollar ichiga xo'sh, 5 bosqichli soatiga 500 litr toza suv ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan filtr. Bu filtrning narxi 2050 dollar. Xo'sh, 20 litrlik idishlarni chayish, demak, operator yaqinroq kelishingizni iltimos qilaman. Bu uskunamiz 20 litrlik idishlarni qopqog'ini chayadi, 20 litrlik idishlarni o'zini chayadi, 20 litrlik idishlarga suv quyadi va ularni qopqog'ini yopadi. Xo'sh, demak, bu uskuna video davomida uskunani ishlash videolarini ko'rsatib boramiz. Hozir endi showroomda turganligimiz uchun buni ishlatib ishga tushirib ko'rsatishning imkoni yo'q. Xo'sh, demak, ultra binafsha nurli sterilizator, ya'ni o'sha idishga solingan suv uzoq muddat aynimasdan turishligi uchun suvga ultra binafsha nuri bilan ishlov berish kerak. Xo'sh, demak, boshlanishiga 20 litrlik idishdan 1000 dona kerak bo'ladi. Aniqrog'i 1050 dona. Qopqoq, paketlar, ruxsatnomalarni olish, o'rnatish uchun zarur materiallar, o'rnatib ishlatib ishga tushirib beradigan ustalarning xizmati. Demak, mana shu xarajatlar o'rta hisobda 6350 dollarni tashkil qiladi. Uskuna kelinglar bir kunda 6 soat ishladi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, filtr bir kunda 6 soat ishlasa, soatiga 500 litrdan 6 soatda 3000 litr suv ishlab chiqaradi. Bu 20 litrlik idishlarga qadoqlaganda o'rta hisobda 150 dona 20 litrlik idish bo'ladi. Hozir respublikamizda bu 20 litrlik suvni yetkazib berishda narxi har xil. Qaysidir viloyatda 20 ming, qaysidir viloyatda 18 ming, 15 ming. Biz endi eng past narx respublika bo'yicha 10 ming so'm ekan. 10 ming so'm deb oldik. Ya'ni boshqa videolarimizda ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, biz o'sha uskunadan keladigan daromadni juda ham baland va juda ham past narxda emas, o'rtacha narxda, ya'ni haqiqatga yaqinroq qilib hisoblashga harakat qilamiz. 10 ming so'm deb oldik. Demak, bir kunda 150 dona 10 ming so'mdan suv tarqatganingizda bir kunlik daromadingiz 1,5 million, bir oylik daromadingiz esa 45 millionni tashkil qiladi. Xo'sh, 45 million daromad qildik. Xarajat qilish masalasiga keladigan bo'lsak, har doimgidek bizda bu biznesda batafsil biznes rejasi ishlab chiqarilgan. Video davomida biznes rejani demak, ekranlaringizda to'liq ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Biznes rejamizda demak, xarajatlar, jami xarajatlar 8 xil turdan iborat. Xo'sh, nima 8 xil turdagi xarajat? Demak, birinchi xarajatimiz elektr energiya xarajati. Demak, ikkinchi xarajatimiz PET idishlarni eskirishini hisobga olishimiz kerak. Har bir idishga qopqoq o'rnatiladi, har bir idishga etiketka o'rnatiladi, har bir idishga paket kiydiriladi. Demak, birinchi xarajat turimiz elektr energiya xarajati oyiga 720 ming so'mni. Ikkinchi xarajat turimiz, ya'ni o'sha qopqoq, paket, etiketka va idishlarni eskirishiga bo'lgan xarajatimiz 3 million 100 ming so'mni. Uchinchi xarajat turimiz, ya'ni ish haqi xarajatlari, ish haqi xarajatlari 14 million 250 ming so'mni. To'rtinchi xarajat turimiz, demak, suv ta'minoti va oqova xarajatlari
Bu xarajatlar demak bir oyda 1 million 980 ming so'mni, suv solig'i 3 million 75 ming so'mni. Demak 6-chi xarajatimiz suv tozalash tizimini almashinuvchi qismlari, ya'ni kartrij, membrana va hokazolarga bo'lgan bir oylik xarajatimiz 460 ming so'mni. Daromad solig'i demak 45 millionni 4%, 1 million 800 ming so'mni. Boshqa ehtimoliy xarajatlar uchun zapas 500 ming so'mni tashkil qilganda jami bir oylik xarajatimiz 25 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Xo'sh, demak 45 million daromad, 25 million 900 xarajat. Shunda bir oylik sof foydamiz 19 million 100 ming so'm. Bir yillik sof foydamiz bo'lsa 229 million 250 ming so'mni tashkil qiladi. Bu bir kunda mana shu suvdan 150 dona ishlab chiqarilgandi. Endi bizda yirik biznesmen shu sohani juda katta shu sohada demak muvaffaqiyatga erishgan tanishlarimiz bor. Hammaga ham nasib qilsin shunaqa biznes. Bir kunda bunda 1000 dona, 2000 dona tarqatadigan biznes hamkorlarimiz ham bor. Bu endi yillar davomida qilinadigan mashaqqatli mehnat, buni orqasida, ya'ni bir kunda bu suvda 1000 dona, 2000 dona tarqatish oson ish emas. Juda katta mashaqqat, mehnat yotibdi. Hammaga ham shunaqa katta biznesni egasi bo'lish nasib qilsin. Biza o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, bir kunda shundan 150 dona tarqatilganda bir oylik daromad 19 million 100 ming, bir yillik daromad esa 229 million so'm bo'lishligi bo'yicha biznes rejani sizlar bilan qisqacha ko'rib chiqdik. Agar sizlarga bu biznes qiziq bo'lsa, o'sha aytganimdek boshida 6 million 350 ming so'm pul tikib mana shunaqa biznesning egasi bo'lishni xohlasangizlar, Atlant Fortuna kompaniyasiga quyida ko'rsatib o'tiladigan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Video davomida ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu biznes reja birma-bir har bitta punktini sizlarga tushuntirib o'tganim foydasi yo'q. Murojaat qilganlaringizda mana shu batafsil biznes reja, bu biznesni ishga tushirish uchun kerak bo'ladigan har bir qadamlar qadamma-qadam tushuntirib boriladi. Kimga bu biznes qiziq bo'lsa, Atlant Fortuna kompaniyasiga murojaat qiling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.